Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in. Barcha maqtovdanlovlar, hurmatlovlar, tubanchiliklar Alloh taolaga gina tiyishli. Biz anig'ina maqtaymiz, annangina yordam so'raymiz, annangina yorliqovni yolvoramiz. Nafsalarimizning buzuqligidan, g'amallarimizning nasharidan biz Alloh taolaga sığınabız. Kimni Alloh Rabbimiz o'zining keng rahmati va marhamati bilan to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, ani hech kim adashtirmas. Kimni Alloh Rabbimiz o'zining qadrligi bilan adashtirsa, ani hech kim to'g'ri yo'lga ko'ndirmas. Shahidlik beram shinliqda Alloh taoladan boshqa hech bir ibodat qilinirga loyiqli zot yo'q. Yolg'iz ul, aning tengdashi yo'q. Ham shahidlik beram Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh taolaning quli ham elchisi ekanligini, aning ahli beyti, sahabalarga, tabi'inlarga ham to'g'ri yo'ldan boruvchi barcha mu'min musulmonlarga Allohning salami, rahmati va barakati bo'lsaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.